kuniga mingtalab zakazga yupqa qilgan opajonni sizlar uchun yupqani hamma sirlarini o'rgatib berishga amallab ko'ndirdim. Hamma sir asrorlarini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Birinchi bo'lib oliy navli un va tuzli suv solib xamir qilamiz. Manda asl xanuni biroz yumshoq bo'lgan xamirni 50 gram zuvala qilib tindiramiz. Uchun birinchi bo'lib ko'proq yog'iga ko'proq piyozni solib qo'rib, tilla tuzga kirgandan keyin sabzilarni solamiz. Qo'rish davom ettiriladi. Tuznamagini rostlab olamiz. Qozonda ozginagina yog' ustiga qiyma, tuz, zira yaxshilab qo'rib, dur kabi sochilib chiqquncha qiymani pishirib olamiz. Tinib turgan zuvalarni ayamasdan unlab, birinchi sal kichikroq qilib ochib, keyin esa yana 5 minut dam oldirib, yupqani yupqa qilib ochib olamiz. Bujonlarimizda bitta gaplari ham bor ekan. Yupqani urvog'iga chidagan yeydi deyishgan ekan, chunki urvoqqa ancha-muncha un ketar ekan. Izlagan imkon topardi. Manda yupqa pishiradigan qolip yo'ligi uchun oddiygina gaz listidan foydalandim. Xamirni solasiz va ikkala tarafini o'girib, ustidan sardek keyingi xamir xuddi shu tartibda davom ettirasiz. Keyin esa usti va ichlariga chiroyli qilib qiymali nachinkani to'ldirib olinadi. To'liq retseptni video kommentariyasidan topasiz. Videoni bo'lsa Ramazonda sizni xuddi shunaqa yupqa qilib mehmon qilish kerak bo'lgan odamga yuborib qo'ying.